Dunyodagi top 3 ta eng yirik brokerlik kompaniyalari. Uchinchisi bu Brothers Salomon. Yillik kapitalizatsiyasi 153 milliarddan ziyod, 2024-yildagi sof foydasi esa 12 milliarddan ziyod. Bu hozirda AQShda joylashgan bo'lib, Citigroup kompaniyasiga tegishli. Ikkinchisi Morgan Stanley, bu ham AQShda joylashgan bo'lib, yillik kapitalizatsiyasi 221 milliarddan yuqori. 2024-yil hisobida sof foydasi 1 yilligi uchun 13 milliarddan yuqori hisoblanadi. Va nihoyat birinchisi esa Merrill Lynch. Bu ham AQShda joylashgan bo'lib, yillik kapitalizatsiyasi 353 milliarddan ziyod. 2024-yil hisobida sof foydasi esa 27 milliard dollardan ziyod. Bu esa Bank of America tarkibiga kiradigan brokerlik kompaniya hisoblanadi, do'stlar. O'zbekiston hududida esa eng yirik brokerlik kompaniyasi bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring.